Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Birinchi o'rinda BYD saloniga keladigan odam qanday savol beradi? Narxlarda o'zgarish bormi? Narxlar tushdimi? Boshlang'ich necha foiz bilan olsa bo'ladi? Narxlar qanday? Albatta savollar beradi. Biz esa do'stlar BYD Qibraydan har doimdek sevinch singlimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun ko'p vaqt olmaymiz, patishlar ko'p vaqtini olmaymiz, bilamiz. Patishlar vaqti juda ham qimmat. Biz ham to'lay olmaymiz vaqtiga. Shu bois vaqtini olmaymizda aniq lo'nda cho'tka obzor qilaylik. Xo'p, hozir internet tarmog'ida do'stlar narxlar ko'tarilib ketadi, har xil shov-shuvli gaplar bor. Sababi Xitoy hozirgi kunda 6 oygacha do'stlar o'zini avtomashinasini eksport qilish to'xtatiladi deb turibdi. Lekin bu do'stlar ofitsialniga endi shaxsiy fikrimni aytib o'tay, ofitsialni talab qilib bo'lmaydi. Chunki ular dogovor bo'ladi ofitsialni bilan. Faqat aksiyalarga berishga. Kim yutqazadi? Ko'chadan olib kiradigan. Kim yutqazadi? Ko'chadan olib kiradigan tadbirkorlar yutqazadi. Sababi hozir o'zimizda faqat shu ofitsialnilar narx qo'yib bir xil narxda xalqqa sotish masalada. Endi bilmadim. Mayli, biz esa vaqt o'g'irlamaymiz, mashina narxini tashib qilsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Keyin narxlar 20 million tushgandi, esingizda bo'lsa. O'sha haqida ma'lumot berib, qaysi mashinalar narxi tushgandi? Qaysi mashina narxi tushgani? Bu Silga tushdi. Sil 6 mashinasining narxi tushdi. Song Pro'niki narxi tushgan 3000 ekan. Hozir 3 ta mashinamizda aksiya narxida bo'lyapti. Ya'ni Song Pro'dan boshlab qolaylik. Mana boshlaymiz. Song Pro 71 kilometr tokda yuradi. Bu ikkinchi pozitsiyasi. Asl narxi 334 million 400 ming so'm bo'lgan. Hozir 317 million 200 ming so'mga olsanglar bo'ladi mashinani. Qop-qora, toza, probegi 0, yil 24 bo'lgani bilan ham probegi 0, svejiy, zato Dragon Face Zerskiy variantini olasizlar. 317 million bu. 317 million 200 ming so'm. Ha, 317 million. Xo'p, bunga o'sha ofitsial garantiyalar bor. To'g'rimi? Garantiyalari bor. 8 yil batareyasiga. Ko'pchilik shu umrdan baraka topishsin ko'pchilik so'raydi-da. Misol uchun kredit taklif etmayman, lekin variantga bor deb so'raganlarga bugun ham kelayotganda akam telefon qildi Rossiyadan. Xullas variant gapirib o'ting, o'sha rassrochka baribir yo'q. Rassrochka bormi? BYDlarda yo'q. Rassrochka BYD dilerida yo'q, lekin o'sha rassrochkani o'ylagan holda biz Uzum Nasiya bilan hozir hamkorda ishlayapmiz. Ya'ni boshlang'ich to'lovini 9% to'lovini qilib 5 yilgacha xarid qilsalar bo'ladi mashinani. Qarang, Uzum Nasiya deganda u ham kredit o'zini marshashi qo'yiladi, foiz qo'yiladi, lekin peni jarimasi bo'lmaydi. Peni jarimasi bo'lmaydi, Uzum. Misol uchun deylik, mana shu mashinada qancha? 317 million 17 million 200 ming so'm. O'shan 9% to'lasam bo'lib ketadimi? Ha? O'shan 9% to'lov qilsa. Qarang, 9% bilan plus yana sug'urta puli qo'shiladi. Shu hammasi ichida, 9% ichida qo'shilgan holda bo'ladi. Sug'urta puli ham ichidami? Da. Adashmayapsizmi? Yo'q. Ertaga adashib qolib sevinch, 9% mana mas ketyapman, 9% prepata qilsalar bo'ldi. Sug'urtalari, gaynatarisi hammasi qo'shilgan holda biz qilib beramiz. Chiqardingiz 9% dan hech? Nech pul? Mana guruhda hozir olib chiqib ketadi mashinamizni. 9% bilan nech pul olib kelishdi? 18,5 yillik foiz bo'ladi. Buni 9% ni demoqchimisiz? Nech pul bilan kelishdi? Zavisimiz qanaqa mashina buni olaman desanglar, plus minus 33 ming 34 ming atrofida kerak bo'ladi. Adashaman. 35 million bilan kelsa ishlar hal bo'lib ketadi. Bo'ladi. Minib chiqib ketadi. Sug'urta puli bilan. Sug'urta puli bilan. Lekin oyma katta pul chiqadi. Kamida 12 million. 5 yilga olsa-da, chunki boshlang'ichdan 35 million to'lov qilyaptilar. O'shanga ham davlat to'lovi sal kattaroq bo'ladi. No arziydi. Chunki penya jarimalari bo'lmaydi. Ular 1000 dollarning tepasida to'laydi oyiga. 1000 dollarning tepasida to'laydi oyiga, to'g'rimi? Agar bu mashina olaman desanglar, shunaqa 11 million atrofida chiqadi. 11 million atrofida. Endi narxiga ham qarab-da mashinani. Xo'p, narxga 317 million 200. Da. Do'stlar, keyin bu avtomashina haqida bitta ma'lumot beraylik. Hozir 2024-yil chiqishdan to'xtagan. 25-yil chiqishdan to'xtagan. Bular kuzov 25 mi 24 mi? 24 bo'ladi. Bular kuzov 24. Shuni 25lari chiqmagan. Shunga skidka bergan ekansiz. Shunga ham aksiya yo'q, gap dash bundan emas. Masalan, bunga nega aksiya berish? Chunki bular o'rniga o'sha chempion, Silaylar yangi modellar chiqishi boshlayapti. O'shanga ham Song Pro'ning qadri o'sha tugadi, ya'ni bularni. Do'stlar, qaytib. Avtomashina atmosferniy, 1.5 atmosferniy, to'g'rimi, to'g'ri? Adashmadim. Atmosferniy, do'stlar. Nima uchun atmosfer? Chunki do'stlar, turbina motor, do'stlar, misol uchun o'zingiz biz ko'pchilik biladi, li voqeasi qanday bo'lganini. Xullas, benzinda do'stlar, agar yomonni quyib qo'ymanglar. Misol uchun, benzinda eng avtomashina buzadigan narsa birinchi o'rinda benzin bilan yog'i. Iloji boricha 95 benzin quyib yuraveringlar do'stlar.
Xudo xohlasa ish chiqmaydi. Ko'plar Mashina savol, chiqmaydi. uzr gapingizni bo'ldim. Ko'plar aytishadi, 1,5 atmosferniku 80 olib qo'ysa bo'ladi deb Yo'q, aytishadi. yo'q, Yo'q, umuman даже hozirgi paytda GM 80 qo'ysa ham GM mashinasi chaqillayapti-yu. Oddiy Nexia 2 chaqillash boshladi-yu. 90-92 ham qo'yish tavsiya etmayman. 92 qachon 95. qayerda qo'ysa bo'ladi, Lukolni qo'ysa bo'ladi. Ularda вот yaxshi, garantiyasi bor-da. Lukol reklamasini olgansiz? Lukol. Yo'q, men tavsiya bera olmadim ularga. Lukol yaxshi deb. Xo'p, iloji boricha yaxshi benzin quyib yuring do'stlar. Bu mayli pul ketsa ketsin, lekin benzindan do'stlar No, rasxodi ham kam, arziydi. quyib yurish kerak. Rasxod 4,5 litr, 5 litr. 4,5 litr. Xo'p, qisqa xarakteristikasi endi so'ng Pro'ni ko'rsalang bo'ladi. Sotuvda nechta bor hozir bu наличda? Hozir skladda bor, u ham oz qolgan, bo'ladan ham. Sanoqli mashinalar qolgan. Qora rangidan bor, o'sha oq ser ranglar tuga bo'lgan. Faqat qorasidan qolgan hozir dandan moment. Xo'p, mayli, so'ng Pro'dan endi hadovoy mashina, hozirgina Chazor, ha? Chazor. Chazor 4 ta pozitsiyasi bor. Ular ham hozir aksiya narxida bo'lyapti. Ko'rib turganinglar bu ikkinchi pozitsiyasi. Mana buni oldidan bilsa bo'ladi, ikkinchi pozitsiyaligini disk razmeridan qaysi pozitsiyani bilsa bo'ladi, ha. Masalan, bu ikkinchi pozitsiya, bunda luk, 360 kamerasi, cruise kontroli bor. Full pozitsiyasi monoprofil, polni yonadi va bitta stiklanli bo'ladi. Ko'zlari polni yonadi. Buni faqat ikkita ko'z yonadi. Fullda polni yonadi oldi. Keyin rosa rasxodi kam. 3,5, 3,8, 4 gacha yeydi shunaqa plus minus. Lekin- Zapas xod 1200 kilometr. Baribir do'stlar, endi shaxsiy fikrim BYD ekan. Shaxsan o'zim o'sha Xitoyda eng zo'r mashina sanalgan litsen haqida gap ketadigan bo'lsa ham do'stlar, zo'rini ham minib ko'rdik do'stlar. Baribir BYD shaxsiy fikrim do'stlar, haqiqiy jaydar avtomashina. Xohlagan joylarga ketadi. Misol uchun deylik, ularga adashmasam Euro 5 tavsiya etilgan benzini. Bularga ham ham. Euro 5 do'stlar. Euro 5 bu yaxshi. O'zimiz buni o'sha litsenglarga do'stlar Euro 6 eng kamida Euro 6 qo'yish kerak. Shu bois do'stlar o'zimizni hududimizga, o'zimizni klimatimizga, o'zimizga mos avtomashina bekorga BYDni O'zbekiston olib kirmagan sababi do'stlar o'sha talabga javob berishligi, servis xizmatiga javob berishligi uchun servis BYDni olib kelgan. Do'stlar xohlagan vaqtlar o'sha 95, 92 yaxshi benzin quyib yursa, do'stlar yuraveradi. Benzin izlab yurmaysizlar do'stlar. Euro 6 qayerdan? Bilasizlar, bizda birinchi o'rinda benzinda ham katta muammo bor. Bizni davlatimiz hali bizni odamlarimiz deyarli yo tayyor emas qimmat mashinaga. Misol uchun mana firmalar Xitoyning eng qimmat mashinalar. Tayyor emas-da. O'shaning uchun tinchgina BYDdan qo'ymasin ekan. Shunaqa Tinchgina BYDdan qo'ymasin ekan. Almashtirib tashlaydi. Misol uchun BYD chempionlari juda yaxshi mashina do'stlar. Chazorlar ham yaxshi mashina. Faqat vaqtida moyda almashtirish kerak, benzin almashtirish kerak bo'ldi. Qimmat mashina benzin topolmay yurib ketar ekan odam, bor-ku. Shunaqa. Kim bo'lib viloyatga chiqib ketsangiz bor, Euro 6 topishingiz qiyin. Euro 5 qo'yib qo'yasiz, mashina motori keyin sutib beradi. Shuni ko'proq tushunmaydi. Mashina ofitsialni oladi, keyin servis tomonlama jalb qilib yurishadi. Har doim shunga ofitsialni olsanglar, servisi ham o'zida, garantiyasi ham o'zida. Agar mashina olmoqchi albatta do'stlar tavsiya etaman, yangisini olinglar do'stlar. Kimdir o'ylaydi, ko'chadan 35-40 mingga olaman deydi. Baribir qaysidir kimdir yomon benzin quyib qo'ygan bo'lishi mumkin. Qanday motor kelib qo'ygan holatiga balkim olib chiqib sotayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun do'stlar, osalar misol uchun 2000-3000 dollar ziyonni ko'rsangiz ham yangisini olgan ma'qul. Svejiy masla. O'zingiz haydab bilasiz. Albatta bu sizning istagingizga bog'liq do'stlar. Endi meni shaxsiy fikrim, biroq shuni aytib o'tish do'stlar. Qabul qilish sizdan jigar. Agar malol kelmasa bitta like bosib qo'yasiz. Arzimas bir fikrlar ulashganingiz uchun do'stlar. Xo'p, Chazor 272 millionmi bu narxi? O'zi asli bu narxi 288 million 100 ming so'm bo'lgan, lekin hozir aksiya narxida 272 million 900 ming so'm bo'lyapti. Bu luks pozitsiyasi, ya'ni ikkinchi pozitsiyasi. Buni ham o'sha 9% dedingizmi? Nima, boshlang'ich to'lovini ha 9% so'rov qilib 5 yilgacha xarid qilsalar bo'ladi. Qarang 9% necha pul bilan kelsa bo'ladi unga? 28 million atrofida, 29, 30 million. 28-29 o'sha ichida Gai notarius hammasi qo'shilgan holda bo'ladi. Strafovka bilan birga ketadi. Nomer taqishga adden 5 million yana qo'shiladi. Yo'q, nomerlar hammasi ichida. Qanday qilib hammasi 38 million chiqib ketadi. Shunaqa, finuslar hammasi qo'shilgan holda masga aytmayman, boshlang'ich to'lovini. Oldin yo'q edi-ku. Boshqasi bor. Hammasi anaqa подписчиклар uchun, kreditlar uchun. Xo'p, do'stlar, Chazor avtomashinasi 7-9 sekundda 100 ga chiqadi. 3.8-4 litr do'stlar rasxodlar. Общий zapas xod 1245. Po faktu 1000 yurib bersin. Yo'q, 1150 ham bemalol yurib beradi. Zapas xodi buniki 55 kilometrlikmi? Samozyot qiladi generator tufayli samozyot. 55 cha elektrada yurish, ha? Ha, 55. Yana full pozitsiyasi bor, 120 kilometr tokda yuradi. Fulli necha pul? 298 million 500 ming so'm. Tan narxi 315 million 200 ming so'm edi oldin. Qancha ustidan 20-30 million qimmatroqmi fulli? Bundanmi? Ha. 20-30 million qimmatroq. Uni o'sha 9% bilan keladi, 9%.
Bu yerda BYDdagi любой mashinaga 9% to'lov qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi bemalol. Yaxshi. Buni endi ko'rsatamiz, nima deymiz? Ko'rsataylikmi buni? Ko'rishgan-ku, ko'rsalar bo'ladi. Balonlar haqida o'tgan rosa ko'p videolarimiz ma'lumot berganmiz. Balonlari haqida 16 25 ga razmer. 16 do'stlar. Fullda 17 razmer bo'ladi. 360 kamerasi, NFC kartasi, luki, cruise kontroli bor. NFC kartasi, taglarda kameralar ham bor ekan. И бесключевой достуp do'stlar, eshikni ochishlaring bilan elektr oyna ko'targichlar, bagajdan ochsangiz bo'ladi. Ekokojali Ekokoja. Abagrev chiqaradi, Abduf abagrev Fullda bor. abagrev faqat bo'ladi. Abduf bo'lmaydi. Bunda faqat abagrev bor, bunda Ikkida yo'q. ikkida yo'q. Yo'q. Isitish yo'qmi bunda? Yo'q. Maski bor narsani aytdim. 360 kamerasi, bесключевой dostupi, NFC kartasi. Salonni kelib ko'rsating. Luki, cruise kontroli bor. Mana salondan ko'ringlar do'stlar. Mana. Bular batareyasiga ofitsial salon 8 yil garantiya bermoqda. 6 yil hadovoyiga, 2 yil Hadovochasiga. multimedialariga, ya'ni monitorlariga. Yo'q, haqiqatan BYD do'stlar. Mana orqalari ham do'stlar yaxshi, chazur O'zingiz afsuslamaysizmi chempion sotganingizga? To'g'risini aytaymi, afsuslandim. Afsuslaningizmi? Afsuslandim. Chempionni borku, qarg'ishi urdi. BYDni qarg'ish urdi. BYD sanoat qarg'ishi urdi. Mayli, xo'p. Hammasi Allohdan. To'g'ri? Shu. Nasib qilgani. Yaxshi gumonda bo'laveramiz. Bu yoqda Benzin uchun narada elektr. bo'ladi benzin baki? 48 litr bak. 48 litr benzin bak. 700 ming so'm qo'yadilar-da, 780. Orqa ko'rinishlari DM. Bagaji ham chuqurligi yaxshi. Bagaj. 450 litr. Komplektida zaryadkasi 7 kilovatli 1.8 zaryadkalar beriladi komplektida. beriladi. Keyin qarang, bonus haqida ham to'xtalib o'ting, nimalar qo'shib berilmoqda hozir, qani? Maxsus kun bo'lib o'tadi. O'sha maxsus kunda biza shu 26 ta bonus ichidan tanlab olishlari mumkin. Deylik keldik, mana chazur olmoqchiman. Nima qo'shib berasiz? Qarang, 26 ta bonus bor. Ko'plar tanlayotgan narsa mana mashina hozir ko'p turasiz, bu mashina tayyor mashina. Klient o'zi tanlagan, tonirovka tanlagan, polik salonga, polik bagajga, brizgavik, eko paket laminatsiya tanlagan salonning ichiga. Keling, mana sanab o'tamiz. Mana tonirovka bor. To'g'rimi? Tonirovka. Orqa, oldi tonirovkami olgan? Yo'q, oldi tonirovka emas, orqa tonirovka. Faqat orqa Oldiga tonirovkami? razрешение olsalar, klient urib beramiz. Muammosi yo'q. Razрешение olsa, urib beramiz. Значит, Chunki orqa razрешение bilan mumkin emas. Agar razрешение olsalar, oldiga kelib urib beradi tekinga. O'zimiz urib beramiz, ha. Bo'ldi, do'stlar, tekinga. Bonusiga urib beramiz. Xo'p. Polik bor, to'g'rimi? Polik salonga endi hozir qo'yilmagan, bu Polik poliklari. salonga qo'shib berasiz. Ha. Polik bagajga, Bagajga. laminatsiya salonga. Qatiga laminatsiya qilib beriladi. Mana 4 ta parok, 4 ta anaqasi eshigiga. 4 eshigiga 4 ta parogi laminatsiya bor. beriladi. Xo'p, brizgavigi bor. Pulka chihol bor. Xullas, qisqa qilib aytganda 30 ta ball atrofi bo'ladi. O'shaning ichidan 20 ball sistema qo'yiladi bu mashinaga. Tanlab oladi o'zlari kerak narsalarni. Bir xil tonirovka yoqtirmaydi, masalan, kerak emas deydi. Uni boshqa narsa qilib ber deydi. Bron oldi bronlarni ham qilsa kerak. Конечно, qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Hammasi bor. Endi Xurshid obzordan kelib ko'ryapmiz desa, bironsa konkret ayting-da. Lekin shu paytgacha xafa qilmadik. Klientlaringizni siz nomingizga kelganligi. Hammasiga qo'shib berdik. Baldan ortiqchasiga qilib berdik. Do'stlar, qo'shib bergan bo'lsa, o'sha videomizni endi bilmadim. Like bosinglar. Yo'q, o'sha olib bo'lganlar videoni ko'rishga hojat bo'lmaydi. Bo'ldi, nima qilaman, ko'rib endi. Yo'q, uning shunaqa deysiz-ku. Mana aytinglar, oldingi yil men klient siz nomingizdan kelishdi, Xurshid bizni ko'rib kelman siz deyishdi, sotdim. Bu yil yana keldilar, boshqa mashina olib ketdilar. Tushunasizmi? Bonuslarni qilib berayotgan ekansizlar-ku deb. Yana qo'shib berdim ustiga. Bonus olganlar albatta bonus oldik deb kommentariyga yozib qo'yinglar. Negativ konkurentlar esa, "Yo'q, biz bordik, bonus qilib berishmadi" deb yozadi o'sha. Kim yozadi Yo'q, negativlar? lekin hech ham bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Biz Ular kim yozadi demoqchiman. U konkurentlar yozadi, tushunyapsizmi? To'g'ri. Konkurent boshqa salonlar. O'sha lekin o'sha salonda ana odamlar borib, "Vo'q" deb o'ylaydimi odamlarni, surishtirikda bir xillari. Misol uchun siz konkurensingiz bo'lsa, konkurensiz davay yoz, bormagan odamni bordiga chiqaradi, olmagan narsani oldiga chiqaradi, kuymagan narsani kuyda deydi. Xullas shu, Voris Motors maxsus kunida kelasizlar, o'sha bonuslarga ega bo'lasizlar bemalol. Mana BYD chempion, sog'indim BYD chempion. Qarayda sizga Lekin to'g'ri. do'stlar, bu bilan o'tgan vaqtim, lekin haqiqatan yaxshi xotiralar qolgan. Yaxshi mashina do'stlar. Vaqtida moyini, benzin yaxshi pulni zo'r mashina do'stlar. Mana sizlarga aytayapman. Kam bo'lmaysizlar. O'zim haydab 1 yil haydadim, 35 minggacha haydab yurdim bo'lsa, 35 kilometrgacha kam bo'lmadim.
To'g'risini aytsam, hozir sotganimga to'g'risi o'zim afsuslandim. Yana mana bunaqa uslugamiz bor bizlarning. Ko'plar so'rashyapti klientlar. Mana o'zim telefon qilishadi, yozishadi ham, kommentariy ko'p o'qimay yozishadi. Дополнительный narsalar qilsa bo'ladi. Ya'ni body kit. Bir xil sportivniy mashina yoqtiradi, body kit qilib beringlar deydi. Body kit nima u? Vid berib o'tiradi. Mashinangizga body kitlar, broneplyonka deysizmi, tonirovka deysizmi, blok pianolar deysizmi, hammasini shu yerda o'zida qilib ketsanglar bo'ladi, tayyor qilib, garantiyasi bilan hammasi qilib beriladi, chiroyli qilib. Tekinga deb aldab chaqirib olmang-da. Yo'q, men pulli. Bunasi Pullimi? Nech pulga ish bitadi body kitlar? Body kit 3,5 million atrofida. 3,5 million atrofida. Black piano endi mashinani qattini qilishiga qarab. Qanaqa qilib beramiz body kitni? Mana, xullas chempionimizda qilingan gold Black piano gold qo'shilgan bunda. Nech pul ketgan mana shuni o'ziga? Bilasizmi narx-navosini? Qarang do'stlar, gold qilingan ekan mana bu tomonlar mana. 10 million olib ketgan. 10 million shu mashinaga. Mana ko'rdingizmi, gold qilingan, shoxlari qilingan, black piano qoraytirilgan, body kit taqilgan oldiga. Vid уже boshqa ko'rdingizmi? Mana orqasiga qo'yilgan mana. Qarang, oldiga body kit. Endi bu 40 yoshdan tepalarga kerak emas-da, bu yoshlar uchun. Voy, shaqa deysiz-ku, dodalar so'rayapti. Dodalar body kit nima qiladi? Ya bor Vita qarang, o'sha boshqa. Va orqasidan spoiler qo'yilgan ekan, qaranglar mana. Spoiler ham bor. Orqalarida. Qoraytirilgan fadralari. Mana shu xizmatlar uchun $1000 mi? Hammasi $1000 mi xizmatlari? Shunaqa ham. O'sha ranglar bo'yalgan, mana tepaga qo'yilgan. Bu o'zi mana oddiy bu kraska emas, bu mattoviy ko'rdingizmi qilingan, gold qilingan. И pastiga body kit. Body kitlar ha. $1000 ketgan. Endi bilaman, og'a endi sizdan endi $1000 jalka bo'lmasa, bemalol body kit qildirganingiz ma'qul. Agar o'zingizga yoqadigan bo'lsa. Yo, bizga shu oddiy bo'lib ko'chada ajralmasdan yuraveramiz deganlar esa shu o'zini eski narxida olib ketaveradi. Qizil deysizlar, qizil, sariq deysizlar, sariq, ko'k deysizlar, ko'k qilib beramiz, muammo yo'q. Narxini tanishaylik, chempionni. Chempionimizning narxi bu birinchi pozitsiyasi, o'zi ikkita pozitsiyasi bor. Bu birinchi pozitsiyasi 374 million 100 ming so'm narxi. 110 kilometr tokda yuradi, 1000 kilometr benzinda. Rasxod 100 ga 4,5-5 litrdan iborat. Yo'q, yaxshi mashina, 374 qora million. Oq ranglardan bor ham. Buni oldin eng kam $10 ming bilan oshib ketish kerak. Hozir necha ming bilan? 40 million bilan. 40 million oshib ketsa bo'ladi. 40 million atrofida. Oyiga lekin 15 million atrofida yuradi, 13 million atrofida bo'ladi. 13 million atrof. 5 yilga to'lasa bo'lsa. Yaxshi mashina. Endi bir xil o'sha klientlar bor, telefon qilishadi, mana shuncha pulim bor, shunga chiqazib ber, oliy muhim emas menga deydi, oliy to'lovlar. O'radi keyin yuraveradi. O'radi. Yo'q, lekin to'lov qiladi. Eng qizig'i. Qarang mana, BYD Champion buni hozir bular hammasini kuzov 24 mi, 25 mi? 25 bular, Sprite yangi variant. Bu 25 a bular? Ha, Sprite'lar bular. 25 bo'lsa, bu kichik monitori kichkinasi bo'lsa, monitori kattasi. Bu birinchi pozitsiyada, fullida 396 million 600 ming so'm narxi. 20 millionmi? Farqi bor. 25 Unga qo'shiladigan narsasi nima bo'lsa, ekrani kattaroq bo'ladi. Slepoy zonasi qo'shiladi. Slepoy zonasi qo'shiladi. Besprovodniy zaryad telefon uchun qo'shiladi. Subwoofer bo'ladi 10-kolonkasi. Infinity degan. 150 km tokda yurib beradi. Bu farq qo'shadi. Bu esa 110 midi? Ha. 110 ekan. Qo'shishlari mumkin. BYD Champion yaxshi mashina bo'lsa, olinglar. Yaxshi mashina. Qo'shishlari mumkin. Eng qizig'i bilasizmi? Gibridni sotuvdan chiqarishilmadi-da. Xitoyliklar elektr chiqib ketdi sotuvdan. Elektr chiqib ketdi. Uni o'rniga Silan kirdi. Chunki gibrid talab kuchli-da. Gibrid o'zim haydab yurdim. Haqiqatan yaxshi mashina bo'lganligi uchun sotuvdan chiqarib oldim. Talab ham kuchli-da bunaga. Qarang, ana Seda qanday? Ana bordi-ku ham. Tank 2000 km yuradigan. Ha, Sil 6 mi? O'shani ma'lumotga qarang. O'shani ham o'sha necha puldan chiqib ketsa bo'ladi? Sil 6 mi? Sil 6. 38 million, 39 million atrofida shunaqa 9%. Boshlang'ich 38 million, 39 million atrofida chiqadi. Hamma Notarius gai oformanga qo'shib qoldi. Adashmayapsizmi ish qilib? Yo'q, nega adashaman? Bo'ldi. Xo'p, biroq so'rab qo'ydim-da. Keladi o'sha mashinani bir kun ichida olib chiqib ketadimi? Nalichida bormi yo'qmi? Qarang, Sil 6, Siline. Tak, Atto 8 mashinalar hozir nalichida yo'q. Xudo xohlasa endi yanvar oyida kirib keladi bitta partiya bo'lib chiqdi. Hozirdan nima yo'q? O'shanda hozirdan nima yo'q. Faqat predzakaz. Masalan, predzakaz qiladigan bo'lsanglar, shartnoma qilinadi, imino sizga olib beriladi. Ya'ni kutib qolmaysizlar. Uni narxi necha pul edi? O'sha 364 million 400 ming so'm. 360 da unga skidka pikda yo'qmi? 4,5 million skidkasi bor. 4,5 boshqa summasi yo'q skidkasi. Narxlar qimmatda ham bo'ladi. Gibrid 2000 km yuradi, to'g'rimi? 2020 km. Aha, tokda 120 km tokda yurib beradi. Gibrid holatda 2000 km yuradi. Xo'p, yana nima ma'lumotlar qoldi?
Shu? Yekkilarimiz bor 236 ming so'm. Yekki. Siglda ham hozir talab kuchaydi, Sigldagi ham, Siglda ham hozir prezakaz keladigan bo'ldi. Yuvan Yo'qmi yaplar Sigl? вообще. Yuvan aplar qanday ekan yuvan? Prezakaz hammasi. Talab shunaqa kuchli yuvan yaplarga tasavvur qilamiz. To'lov qo'yganlarga yetkazib bera olmayapmiz mashina. Zavod yetkazib bera olmayapti bizga mashinalarni. Sigulga Ha. chiqimlar ham bor ekan. Bular shunaqa gaplar, shunaqa yengilliklar. Xudo xolis keyingi yildan. Bular turibdimi? Talab kam. Ha, bulardan bor. Yo'q, nega? Bular ham hozir ikkitadan zo'r tortib oldik. Ha. Bor, hozircha bor. 236 million ekan narxi. 236 ming so'm. Shu mana shu yilgi yengilliklar shu, xudo xolis keyingi yildan yana yengilliklar ko'payadi inshaalloh. Anaqalab yangiliklar shu bank tomonlama, etili foizi tomonlama ham yangilik bo'lib qolish ehtimoli ham bor. O'shanga kuzatinglar. Xudo xolis yangilik bo'lishi bilan pochtaga hammasini aytib o'tadilar sizlarga. Shu do'stlar, mashina olishda adashmanglar do'stlar, ko'ringlar, haqiqatan do'stlar BYD xalq tanlovi butun yer yuzida butun reytingi baland sotuv bo'yicha ham do'stlar, ishlab chiqarishi bo'yicha ham sabab shu do'stlar. O'zim minib ko'rdim, yaxshi mashina bo'lgani uchun bemalol do'stlar xarid qilinglar. Agar buziladigan bo'lsa, iloyim buzilmasin, servis sentrlari bor, o'zlari do'stlar ishlarni tez hal qilib beradi, zapchasasi muammosi yo'q. Yana nima bo'lishi kerak? Faqat olish kerak, haydash kerak yaxshi niyat bilan. Ota-onaning duosini olish kerak, harakat qilish kerak. Shu. Keyinroq kutib Negativlar qolamiz. esa har doimdek uyda bekorchi bo'lib o'tirib, kimga nima negativ yozsam ekan deb o'ylab Yo'q, negativlar boshqa yozaveradi, lekin ishi yurishmaydi negativda. Ishi yurishgan odam vaqti bo'lmaydi negativ yozishga. Kommentar yozishga vaqti bo'lmaydi. Endi kommentar yo'q, negativ bor. Hayotda negativlar, yo'q, hayotda negativlar o'zi bir qandaydir yutuqqa erishmaydi, lekin kommentarga kirib kimnidir yutuqini ko'ra olmay yozadi. O'shaning uchun do'stlar, mayli. Nima yozsangiz ham o'zlaringizga Omon bo'linglar. biz qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Meni vazifam do'stlar shu yerga kelib narx-navoni ko'rsatib o'tish, ma'lumot berish. Yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa negativ yozib dislike bosib qo'yamiz. Mayli, sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Charchamanglar, kelinglar. Voy boshim cho'ta og'riyotgan bo'ldi meni. Meni asringiz yozsa xushtiga. Ha?